Ko'pchilik futbolda mo'jizalar yo'qolgan deb hisoblaydi. Go'yoki ertaklar endi mavjud emasdek, gigantlar har doim omon qoladi, puldor jamoalar esa har doim g'alaba qozonadi deya o'ylaysiz. Ammo Video Glimit bizga shuni eslatdi. Mo'jiza hanuz shu yerda. Bu Yevropadagi ko'plab stadionlardan ham kichikroq shaharchadan chiqqan klub. Jamoa super yulduzlarsiz, milliardlab funtlik sarmoyalarsiz qurilgan. Shunga qaramay, ular Yevropaning eng kuchli jamoalari qarshisida tik turishdi. So'nggi 3 yilning ikkitasida Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan gigantlarga qarshi ham ular cho'chimadi. Ular o'z o'yinlarini erkinlik bilan, jasorat bilan futbolni yana bir bor sevib qolishga majbur qiladigan o'sha biroz telbanamo ammo go'zal ishonch bilan namoyish qilishdi. Ular mag'lub bo'lmaslik uchun o'ynamaydi, ular orzular ro'yobi uchun maydonda to'p surishadi. Va aynan shu narsa bu voqeani shunchalik kuchli qiladi. Har bir o'yin xuddi vikinglar jangidek o'tadi. Manchester City, Atletico, endi esa Inter zamonaviy futbol gigantlari. Har safar ular o'z uslubida o'ynashadi. Har safar ular g'alaba qozonishdi. Endi dunyo uyg'ondi. Endi odamlar yana ishonishni boshladi. Chunki shunday jamoa paydo bo'lsa, u bizga futbolni nega tomosha qilishni boshlaganimizni eslatadi.